Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga muhabbat tatliqi olib keldim. Biz muhabbat tatliqi deb ataldik. Asl ismi Magnolina tatliqi. Tayyorlanishi oddiy, quvvatli, tabiiy tatliq va ko'rinishi go'zal. Muhabbatlik suhbatimizga lazzat qo'shquchi. Ketarlik materiallar: 500 mg sut, yarim suv stakan shakar, 1 qoshiq bug'doy uni, 1,5 qoshiq nishasta, 2 tal banan, 1 tal tuxumning seriqi, 1 tal shakar valina va 1 quti tayyor pryanik. 500 mg sutning ustiga shakar, un, nishasta qo'yib aralashtirib olgandan keyin tuvan o't qo'yilguncha aralashtirib olamiz. Andin muzlash uchun o'tni o'chirib 10 minut turg'izamiz. Tayyor pryanikning qaymog'ini ayirib olib, suvib tayyor bo'lgan muhabbat tatliqiga 1 tal shakar valina bilan qo'shib 3 minut aralashtirib olamiz. Muhabbat tatliqini zinatlash uchun tayyor pryanikni ezib, muvofiq quta yoki stakanga 1 qoshiq qo'yamiz. Kesib olgan bananni cho'risga chiroyli qilib chizib olamiz. Üstüge muhabbat tatlıqını 1,5 qoshiq atrofida qo'yib olamiz. Üstüge yana pryanik o'g'ini qo'yamiz. Buni stakanimiz to'lig'icha qatma-qat qilib takrorlaymiz. Ang ustiga bir parcha kesib olgan banan bilan zinatlab bo'lgandan keyin to'nglatquda 10 minut turg'izib yesanglar bo'ldi. Muhabbat tatliqi muhabbatlik suhbatinglarni daim qilsin, quvvatli va sinashli bo'lsin.